Hurmatli talabalar, bu videomizda biz me'da osti bezi, oshqozon osti bezi haqida gaplashamiz. Oshqozon osti bezi biz o'z joylashishi bo'yicha retroperitoneal joylashgan bo'ladi. Faqatgina dum qismi intraperitoneal joylashgan bo'ladi. Rasm ko'rib turibmiz. Bu 12 barmoqchak emas. S shaklda bu buyrak, yog'on ichak tushuvchi qismi bu joylashishiga qarab retroperitoneal, faqat dum qismi intraperitoneal joylashgan bo'ladi. Me'da osti bezi qismlari bo'ladi. Bu yerda ingliz tilida ko'rsatilgan, bu yerda lotin tilida ko'rsatilgan, bu yerda rus, o'zbek tilida ko'rsatilgan qismlari, ya'ni processus nucleatus pancreatis oshqozon osti bezi farq bo'lagi deb tarjima qildim. To'g'risi bu yerda bosh qismining me'da sohasida joylashgan qismi aytiladi, ya'ni bosh qismi. Keyin bo'yin qismi mana bu ko'k rangga berilgan va tanasi va dumi qismi shunaqa qismlardan tashkil topgan bo'ladi. Ya'ni sizlar aytsangiz bo'ladi, boshi, bo'yni, tanasi va dum qismini tashkil topgan. Vazifasi bu bilamiz, ekzokrin va endokrin vazifalarga ega, ya'ni shuning ekzokrin tashqariga hazm qilish sistemasiga oqsil, yog', uglevodlarni hazm qiladigan ferment ishlab chiqaradi. Endokrin esa ichki qonga, ya'ni insulin va glukagon degan gormonlar ishlab chiqariladi. Bu yerda Langerhans orolchalarida, ya'ni glukozaning normada turishini ta'minlab beradi. Insulin bilamiz, qondagi glukozani kamaytirib tursa, glukagon qondagi glukozani normalashtirib turadi. Stamatin degan gormonimiz bor bizda. Somatostatin u glukoza va insulinning sekretsiyasini pasaytirib turadi, agar ko'payib ketadigan bo'lsa. Bu joyda ko'rib turibmiz. Pankreatik yo'l bor, asosiy va qo'shimcha yo'llar bor. Asosiy yo'li biz papilla duodenum majorga ochiladi. O'sha bu o't yo'li bilan birga qo'shilib 12 barmoqchakning ikkinchi qismiga ochiladi. Mana bu joyda rasmda ko'rsatilgan. Bu yerda asosiy oshqozon osti bezining yo'li bu keladi. Mana bu yerda asosiy bo'ladi. Bu joyda mana bu yashil bilan ko'rsatyapman. Bu qo'shimcha oshqozon osti bezi yo'li. Bu nima qiladi? Bu ham ochiladi, faqat ochiladigan joyi boshqa joyda bo'ladi. Ya'ni papilla duodenum minorga borib ochiladi. Asosiy o't yo'li esa bilan asosiy pankreatis yo'li esa o't yo'li bilan birgalashib papilla duodenum majorga borib ochiladi. Qon bilan ta'minlanishi bizda bo'ladi. Bosh qismi, faqat bosh qismi bizda pankreatoduodenal arteriya bilan ta'minlanadi. Ya'ni bu pankreatoduodenal arteriya bu yuqori mezenterial arteriyadan bitta shox olib, bu yerdan bitta shox oladi va ikkinchi shoxi gastroduodenal arteriyadan bitta shox olib turib pankreatoduodenal arteriya hosil qiladi. Va shu yuqorgi va pastki pankreatoduodenal arteriya buning bosh qismini qon bilan ta'minlaydi. Tanasi, dumlarini esa taloq arteriyasidan olayotgan pankreas arteriyalar orqali qon oladi. O'shanda bu bosh qismida yuqori mezenterial arteriya bilan gastroduodenal arteriyadan pankreatoduodenal arteriya oladi va o'sha bilan bosh qismi qon bilan ta'minlaydi. Tanasini, bu dumini bizda taloq arteriyasidan qon oladi. Mana bu rasmda
vaqtida ko'rsatilgan arteriya pankreatik dorsalis, ya'ni dorsal arteriya dorsal pankreatik arteriya bu taloq arteriyasidan olinadi va u pastki pankreatik arteriya beradi. Arteriya pankreatika inferior degan shox beradi. Ikkalasi ham ko'ryapmiz, anaqasini, bo'yini, tanasini va buni bu bizda taloq arteriyasidan oladi. Boshini esa bizda mana ko'ryapmiz, pastki pankreatoduodenal arteriya. Arteriya pankreatoduodenalis inferior qon bilan ta'minlaydi. U yuqori mezenterik arteriyaning tarmog'i hisoblanadi. Va bizda yuqori pankreatoduodenal arteriya bor. U bizning gastroduodenal arteriyaning tarmog'i hisoblanadi. Bizda bu o'sha patologiyasi bor, bunga xos pankreatika xos akut pankreatitis degan, akut pankreatit ko'proq mana bu yo'lda tiqilib qoladigan bo'lsa, qanaqa xil sabablar bilan o't tosh ko'p shu tiqib bo'lsa, mana bu yerdagi o'tkir pankreatit shamollashiga olib keladi. Har xil sabablar, qayd qilish, og'riq, shunaqa ikkinchi ko'p sabablardan ichuvchilarda ko'proq bo'ladi. Yana bir kasalliklardan bittasi bu yerda sahar diabeti deb eshitganmiz. Sahar diabet o'sha endokrin funksiyasining buzilishi, ya'ni insulin miqdorining yoki birinchi tipida kamayib ketishi, insulin miqdori juda ham kamayib ketishi, ya'ni ishlab chiqarmasi ikkinchi tipida o'sha yerdagi insulin normada, lekin retseptorlarda, insulin ta'sir qiluvchi retseptorlarda muammo bo'ladi. Ya'ni bizdagi qondagi qand miqdori oshib ketadi. Sahar diabetda.